O't qopida muammolar kimda bor deganda biz bir video reels chiqargandik. Juda ko'p kishiga bu muammo bor ekan. Menga qayta aloqaga chiqishda o't qopimda tosh bor deyverdi-da. Men har doim aytaman, kimni o't qopida tosh bo'ladigan bo'lsa, albatta ular keladi. Biz ular bilan qanaqa ishlaymiz? Keladi, motorikasini ko'ramiz, toshni katta kichikligini ko'ramiz va albatta fibroskan apparat bilan solishtiramiz. Agar fibroskanda jigar zararlangan bo'lsa, chunki o't qopida tosh bo'lsa, birinchi o'rinda jigarni o'zini zararlaydi. O'sha uchun agar fibroskanda zararlanish bo'lsa, toshni razmeriga qaraymiz, katta hajmiga, katta kichikligiga va o'tning oqishiga xalaqit qilib turibdimi, hazmga xalaqit qilib turibdimi ko'ramizda, 3 oydan 6 oygacha ularni nazoratga qo'yamiz. Agar 6 oydan keyin fibroskanda qayta ko'rganimizda fibroskan yana chuqurlashgan bo'lsa, orqaga qaytmagan bo'lsa, o't qopidagi toshni olishni o'zim shaxsan maslahat beraman. O'sha uchun har doim o't qopida toshi bor odamlar oddiy yurmanglar. Menga 10 yil, 20 yildan beri toshim bor deganlardan qo'rqaman. Sabab 10 yil, 20 yil tosh bo'ladigan bo'lsa, jigar nima bo'ldi ekan deb o'ylab qolaman. Agar kimdadir o't qopida bir necha yildan beri toshi borligini bilib, menga xalaqit qilmadi deb yurganlarga aytaman. Albatta, motorikani tekshiring, fibroskanda ko'ring. Haqiqiy yuzini o't qop o'shanda ko'rsatadi.